Tushlarida tilini ilon chaqib olgan va ertalab uyg'onganlarida bir kechada sog'lom ayol saqov holatda gapira olmay qolganlar. Yaqindagina ish jarayonimizda bo'lib o'tgan bir holat bo'yicha ozgina sizlarga gapirib bermoqchiman. Qabulimizga bitta ayol keldilar onalari bilan. Tushlarida ilon ko'rganlar va bir kechada ertalabda soppa-sog' odam, ya'ni sog'lom ayol saqov bo'lib qolganlarning tillari ishlamay qolgan, gapira olmay qolganlar. Bizga murojaat qilishdan oldin meditsinaga murojaat qilganlar. Ular ojiz, bu holatda tashxis qo'ya olmayapti. Qanaqa qilib sog'lom inson bir kechada saqov bo'lib qolishligi mumkin, ya'ni gapira olmay qolishi mumkin, sog'lom ayol bo'lganlar. Bizga keldilar. Tabiiyki, hijoma muolajasi aynan sehrlangan bemorlarga juda ham foydali. Biz ish faoliyatimizda shuni bildikki, bu ayolga kuchli sehr qilingan. Va sehr ta'sirida o'sha tushlar ta'biri bor, ko'p buni olimlar yoritib o'tib ketishadi. Shuda chaqib olgan ilon buni aksida hayotida gapira olmaslik holatini keltirib chiqargan. Albatta bu holat bizni mahzun qiladi, lekin meditsina ojiz bo'lib turgan holatda sunnatga muvofiq hijoma shifo bo'ldi ularga. Shariatga muvofiq o'qiy turgan domlaga ham borganlar ular ham hijoma muolajasini olishini aytganlar. Biz asosiy sunnat nuqtalariga va til ostiga hijoma muolajasini o'tkazib berdik. Bemor ancha yengillagan holatda kelibdilar. Nima uchun biz bu holatda hijoma muolajasini o'tkazib berdik? Bu mas'uliyatni yelkamizga oldik. Bilamizki, hijoma sehrni botil qilishi bor gap. Biz ish jarayonlarimizda ham, tajribalarimizda ham ko'ramiz. Hozirgi paytda asosan o'sha masjiddagi imomlar ham o'ziga hijoma muolajasini yo'naltiryapti. Chunki katta din olimlari bu borada batafsil tafsir qilib ketishgan. Hijoma sehr bor joyga hijoma qilishlik sehrni botil qiladi. Aynan ularni til ostilariga ham hijoma qildik, asosiy sunnat nuqtalariga ham hijoma qildik. Sababi eng foydali nuqtalar sunnat nuqtalarida hisoblanadi. Hozirgi paytda ular bilan muolajani yakuniga yetkazganimiz yo'q hali. To'la-to'kis davolanganlari yo'q. Inshaalloh yana bir yoki ikki marta kelganlarida tanadagi butkul sehr botil bo'ladi. Alloh o'zi bilan oldingidek sog'lom holatga qaytadilar.